Vagon ustiga chiqib, selfie tushmoqchi bo'lgan 17 yoshli bola yonib ketgani aytilmoqda. Shifokorlar tomonidan berilgan ma'lumotlarda qayd etilishicha, holat joriy yilning 1-aprel kuni Chirchiq shahrida qayd etilgan. 2009-yilda tug'ilgan bola do'stlari bilan birgalashib Chirchiq shahrida joylashgan Bo'zsuv temir yo'l stansiyasidagi vagonlarning birini ustiga chiqib selfie tushmoqchi bo'lishadi. Kutilmaganda esa elektr tizimidagi kuchlanish sabab 17 yoshli bolani dahshatli darajada tok urgani aytilmoqda. Shifokorlar tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, 17 yoshli aynan ushbu yigitni tanasining 85% qismi jiddiy kuyish jarohatini olgan. Rasmga tushish maqsadida poyezd ustiga chiqqan. Buni oqibatida volt yoyi alangasi chiqishi oqibatida bemor kuyish tan jarohatini olib yerga yiqilgan. Bemor umumiy ahvoli o'ta og'ir holatda bo'lgan. Tanasining 80% qismi kuyish tan jarohatini olganligi aniqlanib, reanimatsiya bo'limiga o'tkazildi. Hozirda bemorga intensiv davo choralari olib borilmoqda. Bemor ahvoli dinamikada. Shifokorlarning qo'shimcha qilishlaricha, hozirda davo muolajalari davom ettirilmoqda. Shu o'rinda hurmatli ota-onalar, voyaga yetmagan farzandlaringizga hushyor bo'ling. Zero ertaga tuzatib bo'lmaydigan pushaymon chekib qolmang.